Peygamberge ergishish. Padişah ve vezir. O günü Sundus'un öydikileri keştik keladigan mehmanlar üçün tayyorlik qildi. Dadisi Muhammed Efendi'nin haftada bir ötküzildiğin Kur'an söhbeti bugün ularning uyida ötküzilmekçi. Muhammed Efendi aldıraş halda söhbette okuyduğun kitabını izleyatdi. Bunu ko'rgan Sundus, "Men sizga nima lozimligini bilaman, dada," dedi de yugurib mehmonxona uydan Qur'oni Karimni akirdi. "Barakalloh qizim. Qur'oni Karimsiz suhbat qila olmaydiq. Ammo yana bir kitob lozim." Sundus hayron qoldi. Qur'on suhbati bo'ladigan tursa, faqat Qur'oni Karim yetarli bo'lishi kerak edi-ku, deb o'yladi. "Bizga lozim yana bir kitob. Suyumlik Peygamberimizning so'zi va ish harakatlari so'zlanadigan hadis kitobi. O kitob bo'lmasa, Qur'oni Karimni haqiqiy ma'noda tushuna olmaymiz, qizim," dedi. Sundus va Ihsanbey dadisining nima deyotganligini toza tushuna olmadi. "Undaqda men sizlarga hikoya aytib beray. Buningdan nima demoqchi bo'lganimni yaxshi tushunib olasizlar." Sundus bilan Ihsanbey bu gapdan to'liq suyundi va "Dada!" deb hayajonda shaqirishib ketdi. Muhammed Efendi balalarini quchqiga ilib hikoyasini boshladi. Burungi zamonda Iroq bir elda bir podshoh yashaydi ekan. Bu podshoh nihoyat kuchli ham aqlli ekan. Davlatini adolat bilan boshqardi ekan. Xalqi uni yaxshi ko'rdi ekan. Bir kuni Iroq bir mamlakatdan elchi keldi. O'zining mamlakatida suv va ochliqning qolmaganligini, xalqining qiyin ahvolga tushib qolganligini aytibdi. Oq ko'ngil podshoh elchining so'zini oxirigacha anglabdi. Uningga nurg'un hadiyalarni beribdi ham shundoq debdi: "Sizlarga o'zim yetishtirgan aqlli ham bilimli bir vazirimni beraman. Uning yanida bir xarita bor. Xarita mamlakatlardagi pokiz suv va ochliq boylarning o'rnini ko'rsatib beradi. Vazirim sizlarning xaritani tushunishinglarga va davlatinglarda qaytadan rohat farog'at yashashinglarga yordam beradi. Vazirimning so'zi mening so'zimdir. Vazirimga itoat qilgan, menga itoat qilgan bo'ladi. Agar uning gapini anglab, uningga ergashsanglar, bu dardlardan qutulasizlar. Bo'lmasa, yana qiyinchilik kunlarga qaytib qolasizlar." Elchi mamnunlik bilan podshohning gapiga qo'shilibdi. Uzoq o'tmay vazir bilan elchi u mamlakatga beribdi. Elchi podshohning deganlarini xalqqa tushuntirib, vazirni ularga tanishtiribdi. Vazir qo'lidagi bir xaritani xalqqa ko'rsatib turib, "Menga ergishib, men bilan birga harakat qilsanglar, pokiz suv va ochliq manbasini topa olasizlar. Ondan burungi xushal kuninglarga qaytasizlar," debdi. Xalqning ko'p qismi vazirning deganlariga qo'shilibdi, ammo ba'zilari "Xarita bor tursa, vazirning nima keragi? Biz xaritaga qarab suv va ochliq topa olamiz," deyishib, o'g'irliqcha vazirning chidiriga kirib, xaritani ilib olibdi. Ularning orasidagi biri xaritadagi ishorat va belgilarga qarab o'ziga ishongan holda: "Bu ko'kya ko'l. O qiliq yashil ya ochliq chiqadigan yerlar bo'lishi mumkin. Hammasi aniq turdi." Shu gap bilan ular yo'lga chiqib, uzun bir safardan keyin xaritadagi yeshillikni tepibdi. Tepishni tepibdi, ammo bu yerda hech qanday ochliq yo'q ekan. Na bir mevalik daraxt, na teriqchilikqa mos kelgudek yermi yo'q ekan. Bu faqat qoqos zemin ekan. Umidsizlangan kishilar ochliq topolmadik, hech bo'lmasa suv bo'lsa topaylik, bo'lmasa o'lib qolamiz, deb suv istabmayapti. Uzoq o'tmayla xaritada ko'ringan ko'lni tepibdi. Xushalliqida yugurib berib suvdan ichibdi. Ammo bu qandoq bo'lg'ini? Suvni ichmayla tukirib etibdi. Aslida ular topgan ko'lning suvi tuzliq suv ekan. Eng oxirida ular qilgan ishini xatoligini to'nib yetib, vazirning yeniga qaytish qaroriga keldi. Vazirni tepib, uningdan kechirim so'rabdi. Vazir ularga: "Men bu xarita haqida ma'lumot qilaman. Xaritaning qandoq ishlatiladiganligini faqat men bilaman. Bu bir sirli xarita. To'g'ri yo'lni faqat
xaritini suvga tutib, suvdagi aksidan topa olaysizlar, debdi va xaritini suvga tutibdi. Xaritini elib olganlar to'g'ri yo'lning ular borgan yo'nalishning dal aksicha ekanligini ko'ribdi. Ondan Jimi xalq vaziriga ergishib yo'lga chiqibdi. Uzun o'tmay suv va ashliq manbasini tepib, vazirning yetakchiligida burunqi xushal kunlariga qaytibdi. Hikoyasini tugatgan Muhammad apandi, "Bolalarim, Qur'on Karimmo bizga mushu xaritaga o'xshash yo'l ko'rsatdi. Lekin bu xaritani to'g'ri tushunish uchun buni yaxshi biladigan, ya'ni hikoyadagi vazirga o'xshash kishilarning yo'lida menishimiz lozim. Bizning yetakchimiz va rahbarimiz So'yimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdir. Payg'ambarimiz mundoq degan: Men sizlarga ikki narsani qo'yib ketaman. Ularning birisi Alloh taolaning kitobidir. U hidoyat va nurdir. Alloh taolaning kitobini mahkam tutinglar va uningga chin esilinglar." Xuddi hikoyadagi vazirga ergishib to'g'ri yo'lni topgan xalqdek, Sundus va Ehsonbekning kallasidagi savollar bu hikoya bilan yechildi. Amdi u ikkisi Qur'on xaritasidagi jannatga erishish uchun kimning yo'lidan menish kerakligini yaxshi bilib oldi. U bo'lsa-mu eng go'zal inson va oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam edi.